BDT mutaxassislari Xitoyning majburiy emgak jinoyatini aybladi. Albatta majburiy emgak masalasimi Xitoy har qancha inkor qilib, beshamlik bilan dunyoga nomussizlarcha o'zini oqlashga tirishayotgan bo'lsa-mu, bu mayli BDTning bo'lsin, mayli boshqa nufuzli inson haqlari organlari tomonidan davomli holatda Xitoyning yuziga urilayotgan Xitoyningki jinoyatlari o'tirib qo'yilayotgan masalalarning biri bu. 22-yanvar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislari bu qatim yana Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq xalqlar va Tibatdagi Tibat xalqiga qaratilgan Xitoyning majburiy emgak selish jinoyatlaridan chunqur andish qilayotganligini bildirdi. BDTning organ tor betidagi 22-yanvarda e'lon qilingan xabar bu bayonotga uchirgan asoslanganda mutaxassislar Xitoyda davlat tarafidan yo'l qo'yilgan izchil davomlashayotgan majburiy emgak andisi mavjud ekanligini, Xitoyda hali ham majburlash qilmishlarining intayin ig'ir ekanligini, bular insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadigan majburiy ko'chirish yoki qul qilishga barobar bo'lishi mumkinligini o'tirib qo'ygan. Mutaxassislarning bayonlarida Xitoydagi majburiy emgak jinoyatining atalmış emgak kuchini yo'tkab namoratlikdan qutuldirish programmasi orqali qarab boqaylik, nomussizlarchida hamda Xitoy hamda xalqni tüp yıldızdan, vatanlardan yo'q qilish uchun mundaq chiroyli nom qo'ydi-da bu nomussizlar. Har xil namoratlikdan qutuldirish u bu deb. Mushu programma orqali ishga oshirilayotganligi Uyg'ur qatorliq millatlarning sistemalik nazorat, kontrol va bostirishga uchraydiganligi, jazo va xohlagancha tutib turilish vahimasi sababidan emgakni rad qilish yoki o'zgartirish ixtiyorligi yo'q ekanligi. Intayin muhim nuqtalar bu yani. Yani Xitoy davomli deydi-ku, butun axborot Xitoyningki tashqi ishlar ministrligining bayonotchilari muxbirlarning so'ziga duch kelgan vaqtida hammasi nomussizlarcha majburlash yo'q. Hammasi o'zi xohlab turib bordi, o'z ixtiyorligi bilan qildi deb buni o'tirib qo'ydi Xitoy hamda. Ammo bu yerda kishilar xalq bu yerda jazo va xohlagancha tutib turilish vahimasi sababidan u majburiy yo'tkab qildigan bu emgakni rad qilish yoki o'zgartirish ixtiyorligi yo'q bularninki deydi. Xitoy Sharq Turkistondagi 5 yillik planda o'tgan 2021-yildan 2025-yilgacha mushunda usulda 13.750.000 qitim emgak kuchi yo'tkashni nishon qilib buni amalga oshirgan deb o'tirib qo'yilgan. Haqiqiy sanning yuqori nuqtaga yetganligi qayd qilingan. Mutaxassislar yana Tibatlarning yezi 5-chi emgak kuchlarini nomida Tibatlarning shunday yo'tkilayotganligi bu dokument tilg'ilingan majburiy emgakka duchor bo'layotganligi 2024-yilda emgak kuchi yo'tkashning ta'siriga uchragan Tibatlarning sonining 650.000 ga yaqin ekanligini bütün kanit bo'yicha ko'chirish programmasi orqali yurt makonlaridan ko'chirilayotganligini ham tilga olgan. Majburiy o'tkash orqali Uyg'urlar boshliq turk millatlarining Tibatlarning madaniyat kimligini majburiy o'zgartirish amaliyotda Xitoy rejimining siyosatining bir qismi ekanligi bayon qilingan. Bu siyosat shunday elib berilyapti degan shaklda. BDT mutaxassislari majburiy emgak orqali ishlab chiqarilib, 3-chi davlatlar orqali yer shari ta'minlash zanjiriga vositalik kirayotgan mahsulotlardan qattiq andish qilayotganligini ta'kidlab, biz buni yillarcha nurg'un suhbatlarimizda o'tirib qo'yapmiz va nurg'un xabarlarimiz beryapmiz. Shunchavala besim bo'layotgan bo'lsa-mu dunyodan. Ammo Xitoyning qandaq yo'llar, har xil yo'llar bilan bu majburiy emgak mahsulotlarini dunyoga yeyotganligini ba'dixmisdan hammalarning xabari bor. Bundan andish qilyapti-da hamda hozir Xitoyda tijorat qilayotgan va Xitoydan mal setib oladigan mablag' solg'uvchilar va shirkatlarni ta'minlash zanjiriga munosabatli xatarlarni nazarga olishga chaqirgan. Bundaq bir jinoyat bo'lyapti. Buni nazarga olgan asosda ish qilinglar deb. Ammo nomussiz Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bu narsa chiqqandan keyin yana yuzini dafta qilib chiqib, o'xshash beshamligi bilan bu vaqtdagi savolga javob berib, har doimgidek o'ziga qil qo'ndirmaydi-da hamda. Xitoyning inson haqlarini izchil qo'g'dab kelganligini, Sharq Turkiston va Tibatning taraqqiy qilayotganligini, mutaxassislarning Xitoyga qarshi kuchlarning quroli va sherikiga aylanib qolmasligi kerakligi haqida bildirdi bu. Har doimgi beshamligi bilan.